shogirdlarini navbatdagi 24-noyabrdagi navbatdagi tadbirkorlar uchrashuvini o'tkazamiz. Odatdagidek o'zlarini tanishtirib, nima masala bor, bankka bo'lgan taklif, e'tiroz yoki qanday masala bo'lsa aytishlari mumkin. Sizlar nima masala bo'lishga Omad. kim familiyangiz siz? Familiyam Akramov Jumanazar. Akramov Jumanazar. Omad qo'yishga keldim. Men deyarli Agrobank xizmatidan qachon ishim tushsa Agrobank xizmatidan foydalanaman. Yaxshi xizmat qilishadi. Vaqtida vaqt ko'p qolmaydi, tez ishlarni bajaradi. Shuning uchun Agrobankka nima ishim bo'lsa Agrobankka kelaman. Mana hozir omonat topshiryapman. Omonat hozir birinchi marta qo'yapsan. Birinchi qo'yishim ha. Yaxshi omonat turgan afsus. Mana sizni blankasi chiqdi. Boshqa masala yo'qmi? Boshqa masala yo'q. Agar sizlardan Bizda nima masala o'qiyapmiz, o'zgaramiz. kredit kredit olganmiz. Aytasizmi familiyani o'zini? O'zimga deyman. Opan masalasimi? Kredit opan Xudolar o'rgasin. Kim? Xudolar o'rgasin. Xudolar o'rgasin. Nima masala edi? Kredit masalasi bo'yicha deganimiz endi Tebizdan kredit olganmiz, foiz katta uchun biz endi Agrobankka murojaat qilishga majbur bo'ldik. O'zimiz o'qituvchilar umuman ta'lim sohasi hammasi Agrobankka o'tdi. Sizlarga qulaylik bo'lishi uchun o'sha arzon kredit turini o'ylab chiqqan bank o'sha mahsulotimiz bor. Boshqa bankdagi kreditlarni qilib olayotganda kreditlarni sotib olamizda. Endi ertaga sizga qulay bo'lishi uchun narigi bankka borolmaysizlar, o'zimizdan. Qancha so'may desa o'sha asarlikda chiqib turaveramiz. U bizdan davom etadi. Agrobankda shaxs Agrobankdan tushadi. Bo'ladi. Muammo bo'lmaydi demoqchi. Shunday qulaylik uchun, qulaylik bo'lishi. Ham foizlar ham yaxshi. Ariza berdingizmi opa? Yo'q, endi. Ariza berasiz, uzoq bir soat, bir yarim soatda qabul bo'ladi. Rahmat. Opa sizlarchi? Kim ism familiya? Men Saydullarim bo'ldi. Xayrullayev mavluda? Saydullayev. Saydullayev. Mavluda, ha? Nima masalalar kelgansiz? Plastigimga pul tushdi, 2 minut ichida kesib ketib qoldi, o'shani anosini chiqargan keldi deb bilishga. To'g'ri, nolib kesib ketdimi? To'liq kesib ketdi. Boyagi SMS kesiga nimadir azob qo'ygansizmi? Bilmadim-da. Kashni topgan bo'lsa kerak. Kredit nimadir keldi, faxriyga keldimi? SMS keldimi? SMS kelgan yo'qmi? Ben tushunmayapman-da men to'p. O'sha Agrobankka boring dedi, shu plastikni shunday bo'lsa dedi. Bo'ldi. Mana shu yigitlar chiqqanimizdan o'zi programmaga kirib tekshirib beradi. Bizda endi ko'rinadigan bo'lsa, yaxshi. Agar internet orqali qilayotgan bo'lsa, lekin bankka ko'rinmaydi. Agar qandaydir boyagi shunaqa nimalar borku, kiberxavfsizlik bo'yicha ular bo'ladigan bo'lsa, yo'l ko'rsatamiz, borib ariza berasiz. Chiqishadi o'ziga. Agar kredit yo boshqa masala bo'lsa, o'zimizda ko'rinadigan bo'lsa, birdan chiqarib beradi. Agar siz nima masala bo'yicha? Bizda masala yo'q, shu fermerman. Qaysi fermer? Bekmurodov Abror. Bekmurodov Abror. Pullar tushib oldingizmi? Tushdi. To'liq oldingizmi qaysidan? Oldim. Klasterda boshqa masala yo'qmi? Yo'q, masala bo'lmadi. Bizda to'landimi? To'landim masala. Bankka e'tiroz? E'tiroz yo'q. Rahmat bankka. Rahmat sizga. Hech kimda boshqa taklif bo'lmasa, agar nima bo'lmasa, tugatamiz. Rahmat.